komplekt holda motoblok olaman deb yurgan akalarimiz uchun bu videomiz juda manfaatli, foydali bo'ladi akalar. Endilikda Agroservis do'konlaridan kelib, original 7 kishili motoblok hamda shu ko'rinishdagi aravalarimizni atiga $550 baho aytyapmiz. Kami bor albatta. Xohlaganlar uchun katta aravasi va original motoblogimiz bilan komplekt holatini $570 baho aytyapmiz. Albatta kami bor akalar. Mana shu videolarga hozirroqda like tugmasini bosib, kommentariyada omad deb yozib keladigan bo'lsangiz, hozir aytib o'tilgan narxlardan yana ham tushirib kamiga qilib beraman. Undan tashqari bonuslarigacha qilib beramiz akalar. Mana shu bonuslar atrofda hali ham pulga sotilyapti, lekin bizning do'konimizda tekinga berib yuboriladi. Faqatgina videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, tekinga olish shartlarini tanishtirib o'tganmiz akalar. Xo'p, xo'jalikda ishlatish uchun 7 kuchli motoblok olaman deb pul to'plab yurgan akalarimiz endilikda bittagina motoblok narxiga siz komplekt holatda aravasi, motoblogi, frezalari va bonuslarigacha olishlaringiz mumkin. Ko'rib turgan motoblogingiz 7 kuchli Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan original TX motoblogimiz bo'ladi. Motoblogimizda 1 yildan garantiyalari bor. Motoblogimizda e'tibor berishingiz mumkin. Motorda himoyasi uchun moy datchiklar bilan jihozlangan. Motorlari benzin motorda yuradi akalar, yoqilg'i turi benzin bo'ladi. Soatiga juda ham ekonomik, 1,5 litr benzin rasxod qiladi akalar. Bu motoblogimiz olib nima ishlar qilish mumkin o'zi degan akalarimiz uchun e'tibor bering. Frezalarni qatori ham 8 qatorli frezalardan qo'yib ishlangan bo'ladi. Qatorlari bo'linadigan. Agatlarni orasini kultivatsiya qilishda, agat olishda, yerlarni haydashda, mana shu turdagi aravalar bilan yuk tashishda ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimizda qo'shimcha sifatida reduktorlar ham katta reduktorlardan qo'yib o'tilgan. Motoblogimiz oldiga ikkita, orqaga bitta naskorlari bor. Motoblogimizda yurgizish joylari zavodni orqali yarimta tortqiga yuradi akalar. Motoblogimizda aytib o'tganimdek, 1 yildan garantiyalari komplektga freza, dokument kulishlarigacha qo'shib beriladi. Undan tashqari e'tibor berishingiz uchun boshlarish uchun juda ham qulay qilib ishlangan, kelashkalarigacha ustonovka qilib qo'yilgan akalar. Xohlaganlar uchun komplekt holati, xohlaganlar uchun motobloklarimizni o'zini ham xarid qilib olishlaringiz mumkin. E'tibor beringlar, aravalarni ham listlari qalin listlardan qo'yib ishlangan bo'ladi. O'tiradigan joylariga bemalol 2 kishi o'tirib keta oladi. Undan tashqari oyoqlarni reshotka qilib ishlangan, dishlalari buriladigan dishlardan qo'yilgan. Listlari esa yangi listlardan qo'yib ishlangan akalar. 1.7, 1.8 stenasi shunaqa qalin listlardan qo'yib ishlangan, atroflari profildan qo'yib chiqilgan bo'ladi. E'tibor bering, mustahkamligini ko'rsatib berish maqsadida e'tibor berishingiz mumkin. Qanotlariga ham juda ham yaxshi ahamiyat berilgan akalar. Bemalol 70-80 kggacha yuklarni ko'tarish imkoniyati bor. Balonlari katta Damas balondan qo'yib o'tilgan bo'ladi akalar. Tag qismini profil bilan karkas qilib to'qib chiqilgan va e'tibor berishingiz mumkin, har bir joyida mana shu teshiklar qoldirib ketilgan. Bu degani yomg'ir chachinda qolganda va bog'laringiz ichida narsalar olib chiqayotganingizda suv bo'ladigan bo'lsa, o'zi avtomatik chiqib ketish imkoniyati bor. Hozirgi paytda aytib o'tganimdek, motoblogga aravasi, freza, dokument kulish 1 yildan garantiyalari bilan atiga $550 baho aytyapmiz, albatta kami bor. Xohlaganlar uchun ozgincha kattaroq aravalardan olaman degan akalarimiz uchun e'tibor berishingiz mumkin. Katta aravalarimizdan ham bor. Bu aravalarimiz bemalol 1,5 tonnagacha yuk ko'tara oladi. Bulari esa 500 kg dan boshlab 1 tonnagacha yuk ko'tarish sig'imiga ega. Bu aravamizda e'tibor berishingiz mumkin. O'tiradigan joylar bunga ham 2 kishi bemalol o'tirib keta oladi. Oldilar uzun qilib ishlangan bo'ladi. Listlarning razmeri esa kattaroq qilib ishlangan bo'ladi akalar. Xo'p, balonlari bunday ham katta mashina balonlardan qo'yib o'tilgan. Tag qismini ham bitta ko'rsatib ketamiz. E'tibor berishingiz mumkin. Har bir qatoriga profillardan qo'yib o'tilgan bo'ladi. Karkas qilib to'qib chiqilgan akalar. O'rtada o'qlari ham frutdan foydalanilgan. Ancha-muncha yuk yuklaganingizda ham tushib sinib ketmaydi akalar. Komplekt holatini bu motoblogimiz 7 kuchli original TX motoblogimiz, frezasi, dokumenti kulishlari va aravalari bilan komplekt holatini atiga $570 baho aytyapmiz. Albatta kami bor. Kelsalarni kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Faqatgina mana shu videolarga like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar akalar. Do'konimizga kelib, videoni boshida aytib o'tganimda shu turdagi shurpayor nabor, drill apparatlari, shunga o'xshagan 100 so'mdan oshiq sovrinlardan birini siz tekin yutib olish imkoniyatingiz bor. Kelin xohlasangiz komplekt holatda, xohlasangiz 7 kuchdan boshlab 17-60 gacha motobloklardan birini xarid qilib olganingizdan keyin
do'konimizga kelib kelishdi. E'tibor berishingiz mumkin. Hozirda sizlarga tanishtirib o'tadigan omadli barabanimiz bo'lar ekan. Bu omadli barabanimizda siz tashqarida ko'rgan shurpayor nabor, drill, bolgarka, shunga o'xshagan preparator, har xil turdagi 100 xildan oshiq instrumentlar bor. Kela omadli sinab ko'ring, barabanni aylantiring, tushgan sovg'alarda tekin yopib ketishlaringiz mumkin. Motoblokni arzon narxlarda xarid qilib olasiz va undan tashqari bonuslari bilan olishlaringiz mumkin. Bonuslari mutlaqo tekin. Mana shu videoga like tugmasini bosib, kommentariyada omad yozib olib qo'yganingiz uchun akalar. Manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agroservis do'kon akalar. E'tiboringiz uchun rahmat. Pastdagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.